So hello everyone watching this video. Today we have another really great CDI's reading test, passage 1, and we're gonna work through it step by step, analyze the questions and then check our answers so you can understand the logic behind the answers. Along the way we will also learn new vocabulary and reading strategies that will help you improve your score. So if I have your attention, let's get started and continue in Uzbek language. Xo'p, demak, boshlab oldik. Readingga qaraydigan bo'lsak, bu yerda passage 1, bu ham shu real examga tushgan testlardan The Pyramid of Cestius, demak Cestius piramidasi. Doimgidek har qanaqa o'tganda aytgan videoda aytganimizdek, har qanaqa passage bo'lishidan qat'iy nazar savollarni birinchi o'qishdan boshlaymiz. Savollarni o'qib tahlil qilamiz va keyin tekstni o'ziga o'tamiz. Unda boshladik. The Pyramid of Cestius has always been one of Rome's most popular tourist attractions. Demak, o'sha Cestius piramidasi always bizga keyword, ya'ni doimgidek har doim deyapti, o'sha Rimning eng mashhur turist attraksionlari, ya'ni turistlar boradigan joy bo'lgan. Har doim always asosiy keyword bo'lib kelyapti bu yerda. Ikkida, the construction of the pyramid was completed before Cestius' death. Demak, mana shu piramidani qurilishi completed, ya'ni tugallandi. Qachon? Cestius'ning o'limidan oldin, ya'ni o'lishidan oldin qurilishi tugatilgan deyapti. 3-savolda, in the Middle Ages, people thought the original founder of Rome was buried in Pyramid Cestius. Demak, o'rta asrlarda odamlar o'ylashganki, o'sha Rimni kashf qilgan odam, ya'ni Rimga asos solgan odamning qabri joylashgan, yoki o'sha odam Pyramid Cestiusda buried, ya'ni ko'milgan deb o'ylashgan. 4. Today the height of the pyramid is something that tourists and residents immediately notice. Demak, bizga keywordlardan bu today the height, ya'ni uni balandligi. O'sha piramidaning balandligi hozir kunda deyapti, shunaqa narsaki, turistlar va resident mahalliy aholi yoki o'sha yerda yashaydiganlar, o'sha yerda yashaydigan odamlar darhol payqashadi, immediately notice. 5. Japanese businessman Yuzo Yagi was an admirer of both Italian and Egyptian architecture. Demak, yaponiyalik Yuzo Yagi degan odam ham Italiya ham Misr arxitekturasini hurmat qilgan yoki yaxshi ko'rgan, admirer bo'lgan, admire qilgan deyapti. 6. The restoration of the pyramid of Cestius, which was funded by Yuzo Yagi, finished earlier than expected. Demak, o'sha Cestius piramidasi ni restoration, ya'ni qayta remont qilishga Yuzo Yagi degan odam pul bergan, fund qilgan, ya'ni moliyalashtirgan va o'shani restoration qilinishi, remont qilinishi kutilganidan ertachiroq tugagan. King said, most of the original frescoes inside Cestius' tomb have survived to this day. Demak, o'sha Cestius qabri ichidagi ko'plab asl freskolar survived to this, ya'ni hozirgacha yetib kelgan, hozir ham bor deyapti. Bu yoqda bitta so'z qo'shimiz kerak-a. Demak, biz keyword one word only. Hop, history of pyramid of Cestius. Construction of Cestius pyramid qurilishi. It was made from something marble and cement. Demak, qanaqadir marmar va sementdan yasalgan. Bizga o'sha asosan marmar, ya'ni qanaqa marmardan yasalgan, shuni topishimiz kerak. It's something is different from the pyramids found in Egypt. Buning deyapti nimadir narsasi o'sha Misrdagi piramidalardan different, ya'ni farqli bo'lgan, farq qilgan. It was originally keyword. Demak, dastlab deyapti, built in the something or somewhere as tombs in the city were forbidden. Forbidden degani taqiqlamoq degani. Xo'p, bu yoqda bo'lsak, o'sha shaharda qabrlar taqiqlanganligi uchun bu, demak shaharda deyapti, demak bu qayerdadir, ya'ni joy keladi katta ehtimol bilan, o'sha qayerdadir yasalgan. Emperor Aurelian ordered that a wall be built around it. O'sha imperator Aurelian degan odam buni atrofida o'sha devor qurishni buyurgan. Restoration of the Cestius pyramid in the 1660s. In the 1660s, some broken, demak keyword broken, aynan o'sha singan
nimadir narsa deyapti, were found next to it. O'sha piramida yonidan singan nimadir narsa topilgan. Something inside the tomb suggested that robbers had been there. Demak, o'sha qabr ichidagi nimadir narsalar o'g'rilar kirganligini ko'rsatib beradi. The frescoes show mythological scenes and images of vases. Demak, freskolar deyapti o'sha afsonaviy sahnalarni va o'sha vayslarni suratlarni ko'rsatib beradi. Restoration of Sisyphus pyramid today. Demak, hozirgi kundagi uni remont qilish. A Japanese businessman paid for its restoration. Demak, buni restoration qilishga yaponiyalik biznesmen pul to'lagan. Climbers are helping to remove signs of something. Va o'sha climber, ya'ni tog'ga yoki o'sha tirmashib chiqadiganlar deyapti, nimadirlarning belgisini remove, ya'ni yo'qotish uchun yordam berishyapti. Xo'p, mana savollarni o'qib chiqdik. Endi tekst o'ziga qaytamiz. 2000-year-old pyramid in the city of Rome has been restored by archaeologists. Demak, o'sha arxeologlar tomonidan 2000 yoshdagi piramida restore qilindi, ya'ni qayta remont qilindi. Though Rome draws tourists from around the world to its many impressive sites, one notable monument that has never attracted nearly as much interest. Xo'p, garchi Rim deyapti, dunyo bo'ylab turistlarni juda ko'plab o'zini impressive ajoyib joylariga jalb qilsa-da, one notable degani bitta ko'zga ko'rinarli bitta monument deyapti, hech qachon ko'p interest, ya'ni qiziqishni attract qilmagan, o'ziga jalb qilmagan. Ikki nuqta bilan The Pyramid of Sisyphus, ya'ni o'sha ko'p o'ziga qiziqishni jalb qilmagan piramida bu The Pyramid of Sisyphus demoqchi. Endi demak, mana shu yerdan javob chiqyapti birinchisini, adashmasam. Chunki qarang, mana bu yerda The Pyramid of Sisyphus has always, har doim deyapti, Rimning eng mashhur turistlar boradigan joylardan biri bo'lgan. Bu yerda esa garchi Rim juda ko'plab turistlarni o'zining ajoyib joylariga chaqirsa-da yoki jalb qilsa-da, bitta ko'zga ko'rinarli monument, ya'ni The Pyramid of Sisyphus hech qachon unchalik ko'p o'sha qiziqishni o'ziga attract, ya'ni jalb qilmagan. Bu yerda esa har doim jalb qilgan debdi. Bu yerda esa unaqa jalb qilmagan. Demak, javob false bo'ladi. Kingsta, but why would there a pyramid in Italy? Lekin nima uchun Italiyada piramida bor? After Roman conquest of Egypt in 30 BC, Egyptian architectural style became the fashion in Rome. O'sha Rim deyapti, Misrni o'sha miloddan oldingi 30-yillarda Rim bosib olganidan keyin o'sha Misr arxitekturaviy stili Rimda modaga aylandi. The obelisks and other monuments inspired by Egypt's great pyramids sprang up around the city. Only two actual pyramids are known to have been built. Xo'p, garchi o'sha obeliks va boshqa monumentlar deyapti, o'sha misrliklar piramidasi tomonidan o'sha ruhlanib yasalganlari shahar bo'ylab spring up degani paydo bo'lmoq yoki qurilmoq. O'sha shahar bo'ylab juda ko'plab misrliklarni ajoyib piramidasidan ruhlanib yasalgan obeliks va boshqa monumentlar yasalgan bo'lsa-da, lekin haqiqiy ikkitasi qurilgani bizga ma'lum. The only one left standing, the Pyramid of Sisyphus, was designed as the burial pyramid for a Roman politician named Caius Caesius, who ordered that the building work be completed within a period of 330 days. Endi qarang, faqatgina yagona qolgani bu piramid Sisyphus, ya'ni piramid Sisyphus saqlanib qolgan va bu deyapti o'sha Rim siyosatchisi, ya'ni Caius Caesius degan insonni qabr sifatida burial pyramid, ya'ni qabr sifatida dizayn qilingan. O'sha Caesius degan odam esa o'sha bino qurilishi ishlari 333 kun ichida complete, ya'ni tugallanishi kerak deb buyruq bergan ekan. Bu yoqda esa ikkida the construction of the pyramid was complete before Sisyphus' death. Ya'ni u o'limidan oldin tugallangan deyapti. Bu yoqda esa u odam shunchaki aytganki 330 kunda ish tugallanishi kerak deyapti. Bizga noaniqki bu piramida rostdan ham tirikligida qurib bitkazilganmi yoki o'lgandan keyin bitkazilganmi? O'sha uchun noma'lum. Ya'ni misol uchun bo'lishi mumkinki u masalan chiqib aytdi 330 kunda
qurib bitkazilishi kerak degan bilan bir haftadan keyin o'lib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki rostdan ham u shuni qurilishi tugaganini ko'rgan bo'lishi mumkin. Biz buni bu haqda aniq ma'lumot ola olmadik tekstdan. Bizga noma'lum bo'lib qoldi va biz savol turibdiki, u o'lishdan oldin tugallangan qurilish deyapti. Tekstda esa u inson 330 kunda remont 330 kunda qurib bitkazilishi kerak deb buyruq berilgan. Biz bila olmayapmizki tekstdan rostdan ham buni qurilishini tugaganligini ko'ra olganmi yo'qmi bila olmaymiz. Shuning uchun biz bunga not given olamiz. Mana bu yoqdan bittasini javobi chiqdi. Ikkinchisini. Construction took place at some point between 18 BC and 12 BC. Sestius pyramid had a layer of white Carrara marble on the outside and was constructed from brick held together by cement on the inside. Qurilish o'sha miloddan avvalgi 18 yoki 12 yillarda bo'lgan. Sestius piramidasida tashqi tomonda o'sha Carrara marble bo'lgan. Tashqi tomonda Carrara marbledan yasalgan va keyin deyapti, uni ichkarisida esa g'ishtlarni o'sha sement bilan qotirish, ya'ni birgalikda qotirish orqali qurilgan. Bizda qanaqa marble degan savol bor edi mana bu yerda. It was made from something marble and cement. Cement va qanaqa marble. Ya'ni bizda aynan o'sha qanaqa marble so'rayapti. Mana bu yerda qarasanglar, construction o'sha 18-12 milodiy yillarda bo'lgan va tashqi tomoni oq Carrara marbledan yasalgan. Endi bizda ikkita qolyaptiki, oq varianti bor va Carrara bor. Agar hozir mana bu yerda white deb oladigan bo'lsak, it was made from white marble. Bu xato javob deb bo'lmaydi, rostdan ham oq deyapti bu yerda. Lekin bu too general bo'ladi, juda ham umumiy bo'lib qoladi. Shuning uchun to'g'ri javob bizga Carrara bo'ladi. Chunki Carrara o'sha yerda ishlatgan marmarni aniq nomi, ya'ni specific, aniq nomi. Agar white oladigan bo'lsa, agar u umumiy bo'lib qoladi. Agar mabodo tekstda mana bu Carrara bo'lmaganda white to'g'ri javob bo'lardi, 100% to'g'ri javob bo'lardi. Lekin white turibdi va Carrara turibdi. Carrara o'sha marble'da, ya'ni marmarni aniq o'ziga berilgan nom, xuddi mana bu granit yoki travertin deyilganda aynan o'zining nomi, oq esa shunchaki rangni bildiradi. Bizga endi oq desa agar bu umumiy, ya'ni oq marmarlar juda ham ko'p. Lekin Carrara desa agar aynan qanaqa, xo'p oq bo'lgani bilan aynan o'sha Carrara turiga tegishli bo'lgan o'sha marble tosh. Demak, white dan ko'ra bizga Carrara to'g'ri javob bo'lib qoladi. Keyingisida, one of the things that strikes you when you look at the pyramid is how steep it is. Ya'ni o'sha sizni hayron qoldiradigan narsa bu o'sha piramidga qaragan payt bu qanchalik tik ekanligi. Steep degani bu tik. Making its shape quite unlike that of typical Egyptian pyramids. Va qarayman bu yerdan yana bittasini javobi chiqdi. Bitta o'sha one of the things that strikes you, ya'ni sizni hayron qoldiradigan narsa siz qaragan paytingizda bu uni qanchalik tik ekanligi va o'sha buni tik ekanligi deyapti. Buni shaklini, ya'ni shape-ni o'sha Misr piramidalari bilan unlike qiladi. Ya'ni o'shandan farqlashtiradi. Ya'ni like bo'lsa agar o'xshamoq, ya'ni shakli o'xshaydi degani. Unlike bo'lsa o'xshamaydi, ya'ni different bo'lyapti. Xo'p, endi 9 javobi ham shu yerdan chiqdiki, it's something is different from the pyramids of found in Egypt. Misrdagi piramidalardan buni nimadir farq qiladi. Demak, nimasi unlike? Shape unlike. Va to'g'ri javob shape. Ya'ni shakli o'xshash, ya'ni different. The difference could have resulted from inaccurate information sent back to Roman by soldiers who saw the pyramids in person. In person degani shaxsan. In Egypt, alternatively, Roman builders could have drawn inspiration from pyramids in Nubia, a region in present-day northern Sudan and southern Egypt. Northern-day hozirgi kundagi. Qarang, farq ya'ni nimadan yuzaga kelgan? Ya'ni noto'g'ri ma'lumotdan, inaccurate informationdan, ya'ni o'sha piramiddan o'zini ko'zi bilan ko'rgan askarlar tomonidan berilgan noto'g'ri ma'lumot sababli yuzaga kelgan. Va unga muqobil ravishda o'sha rimlik quruvchilar deyapti, Nubiyadagi, ya'ni hozirgi kundagi Sudan va Misrning o'sha janubiy qismidagi va Sudanning shimoliy qismidagi hudud bo'lmish o'sha Nubiyadagi piramidalardan ruhlangan. Yana bir o'tasini javobi yo'q, hali chiqqani yo'q. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak,
At the time of its construction, a strict Roman law prohibited tombs within the city. Mana qaranglar. Juda ham qattiq qonun shahar ichida qabrlarni prohibit qilgan. Prohibit degani bu taqiqlamoq. Prohibit bu taqiqlamoq degani. Demak, taqiqlangan shahar ichida qurilish. So the pyramid of Sisters would have stood in the countryside. Shuning uchun o'sha Sisters piramidasi qishloq hududida bo'lgan. Mana shu yerdan javobi chiqyaptiki, it was originally built in the countryside as tombs in the city were forbidden. Forbidden taqiqlamoq, prohibited taqiqlamoq. Shuning uchun bu qayerda bo'lgan? Built bu yerda sudga sinonim qila oladigan bo'lsak, countryside to'g'ri javob bo'ladi. Countryside to'g'ri javob bo'ldi. Davom etamiz unda. Rome grew enormously ulkan degani. Over the next 2 centuries, keyingi 200 yil davomida juda katta o'sdi. And by the 3rd century AD, the pyramid would have been surrounded by buildings. Va 3-asrga kelib piramida binolar orqali o'rab olindi. We also know that in the 3rd century AD, the pyramid of Sisters was hidden behind a wall on the orders of Emperor Aurelian. Va o'sha imperator Aurelian buyrug'iga asoslanib qurilgan o'sha devor uni o'sha yashirib turganini ham bilamiz. Shu joyda mana bu yerda o'qigan edik. Bo'ldi. O'sha 11 gacha tugadi. Keyingi paragraf. By the Middle Ages, pyramid was covered in vegetation and dirt, and a popular myth suggested that it might be the tomb of Romulus or Romulus, the legendary founders of Rome. Demak, o'sha o'rta asrlargacha piramida o'sha o'simliklar va chang orasida qolib ketgan va mashhur mis degani o'sha noto'g'ri tushuncha yoki noto'g'ri fikr degan mis. O'sha juda ham keng tarqalgan noto'g'ri tushuncha yoki afsona shuni ko'rsatganki yoki ta'rif qilganki, bu o'sha afsonaviy Rim tashkil qilgan inson, ya'ni founderi Romulus yoki Romusni qabri bo'lgan deb hisoblashgan. Ya'ni o'sha popular myth shunaqa deb o'ylagan. Shunaqa savolimiz bor edi bizda. In the Middle Ages, people thought the original founder of Rome was buried. Demak, o'sha Rimga asos solgan odamning qabri bor, ya'ni shu yerda ko'milgan hisoblashgan. Bu yerda o'sha mashhur myth, endi o'sha yerda popular myth, bu yerdagi people thought ga sinonim qila olamiz. Ya'ni o'ylashganki, bu o'sha afsonaviy Rim, ya'ni Rimga asos solgan inson Romus yoki Romulus qabri deb o'ylashgan. Demak, shu yerdan oladigan bo'lsak, bu rostdan ham true bo'lyapti va true deb bu yerda ham tekstda ham myth shunaqa narsa aytibdi va savolda xuddi shunaqa narsa berilgan. Faqat ham bitta farq bor. Bu yerda in the Middle Ages, o'rta asrlarda deyapti. Bu yerda by the Middle Ages, ya'ni o'rta asrlargacha deyapti. Endi kimdir savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, bu yerda by the Middle Ages degan, ya'ni o'rta asrlargacha, lekin o'rta asrdan keyin o'zgargan bo'lishi mumkin-ku yoki bu savolda in the Middle Ages deyapti. Unaqa narsa yo'q-ku deb, ya'ni o'ylash mumkin. Lekin ko'pincha biz o'sha true false degan ishlatgan paytimizda so'zga match qilmaymiz. Ya'ni qaysidir so'zlarimiz bunga o'xshab in yoki by bo'lishi mumkin. Lekin umumiy ma'no jihatdan rostdan ham mana bu yerda o'sha odamlar shunaqa deb o'ylashgan, bu yerda ham xuddi shunaqa deb o'ylashgan. Ya'ni ma'no jihatdan to'g'ri keladi. Bitta so'zni so'zga match qiladigan bo'lsa agar, unda juda ko'p savollarimiz to'g'ri kelmay qolishi mumkin. O'sha uchun har doim ham ba'zida o'sha so'zga qarab olamiz, lekin har doim ham emas. Ba'zi holatlarda asosiy ma'nosiga qarab turib ha yoki yo'q va so'zga urg'u bermaymiz. Keyingisi. Xo'p, from Ctesias' actual tomb and inscription identifying the pyramid were not rediscovered until the 1660s when the pyramid underwent restoration. Demak, o'sha Ctesias'ning haqiqiy qabri va o'sha piramida aniqlaydigan o'sha yozuvlar deyapti. O'sha piramida restoration ni boshlayotgan paytda 1660-yilgacha aniqlanmagan. During excavations, workers cleared away trees and plants and found 2 marble bases in front of the pyramid. Xo'p, o'sha qazishma ishlar davomida ishchilar daraxtlarni, o'simliklarni tozalab tashlashgan va o'sha yerda piramida oldida ikkita katta marble base'ni topib olishgan. As well as fragments of bronze statues that once stood on either side. Va shuningdek, o'sha ikki tomonda turgan bronza haykallarni fragmentlarini topishgan. Mana bu yerda shunaqa savol bor edi.
1660-yillarda singan nimadir narsa topildi o'sha piramida yonidan. Mana bu yoqda endi qarang. During excavations, workers cleared away the trees and plants and found two marble bases in the front of pyramid. Bu yoqda o'sha ikkita mana marble topdi deyapti, lekin marble o'sha singan yoki broken bo'lganmi yo'qmi bu haqida aytmayapti. Shuning uchun biz marble'ni 11 ga to'g'ri javob sifatida emas, balki mana bu yoqdagi as well as fragments of bronze statues that once stood on either side, ya'ni ikki tomonda bir paytlar bo'lgan o'sha haykallarni fragmentlar, ya'ni bo'laklarini topgan. Fragment degan bo'laklar, ya'ni bu yoqda demak u singan bo'ladi. Shuning uchun bu yoqda to'g'ri javob statues. To'g'ri javob statues. To'g'ri javob bo'ldi. Xo'p, 12 nimadir narsa o'g'rilar bo'lganini ko'rsatadi. However, they did not find the urn containing Sissy's remains, but they did discover a tunnel suggesting that robbers might have looted the tomb long ago. Aha, mana bu deyapti. Lekin u yoqda o'sha qabr yoki nimadir narsa deyapti, Sissis qoldiqlari borligini, o'sha Sissisni qoldiqlari qolgan o'sha o'z ichiga olganini hech narsa topib olishmadi. Lekin ular o'sha yerda tunnelni kashf qilishdi. O'sha tunnel esa o'g'rilar allaqachon o'sha ancha payt oldin qabrni looted, ya'ni stolen, o'g'irlab ketgan va qabrga kirganini ko'rsatib beradi. Mana bu yerdan javob chiqdiki, nimadir narsa allaqachon o'sha robberlar, ya'ni o'g'rilar u yerda bo'lganini ko'rsatib beradi. Ya'ni nima narsa? Qabr ichidagi nima? Tunnel. Tunnel to'g'ri javob bo'ladi. Xo'p, though some features no longer exist, at least the pyramid itself has survived. Garchi deyapti, o'sha ko'plab xususiyatlar yo'qolib ketgan bo'lsa, ya'ni o'sha ichidagi narsalar yoki shunaqa narsalar yo'qolib ketgan bo'lsa, piramidaning o'zi omon qoldi. Bu tomonlardan chiqmadimi? Xo'p, balandligi haqida o'qiganimiz yo'q. Today, the pyramid of Sistis stands near a busy intersection. Intersection degan chorraha. Hozirgi kunda piramida juda ham gavjum chorraha oldida joylashgan, making it easy for tourists and residents to overlook its full height of 119 feet. Mana bu yerdan javob chiqqan ekan, mana qaranglar. Hozir tarjima qilsak tushunasizlar. Hozirgi kunda piramida o'sha juda ham gavjum chorrahada joylashgan va o'sha chorrahada joylashganligi buni deyapti. Turistlar va rezidentlar buni o'sha 119 metrli bo'yini overlook, ya'ni e'tibor bermasligini osonlashtirib qo'ydi. Ya'ni mana shu chorrahada joylashganligi sabab bo'lyaptiki, o'sha rezidentlar va turistlar buni juda ham o'sha baland 119 metrli bo'yiga e'tibor bermaslik, overlook degani e'tibor bermaslik. Bu yoqda esa aytilgandiki, o'sha hozirgi kunda piramidani bo'yi shunaqa narsaki, bu o'sha turistlar va rezidentlar e'tiborini birdan tortadi. Ya'ni turistlar va e'tiborini birdan payqaydigan narsa. Bu yoqda esa overlook qilishlar, ular e'tibor berishmayapti. Overlook bilan notes, ya'ni bir-biriga teskari so'zlar. Shuning uchun bu false bo'ladi. Keyingisi, xo'p, across the intersection is yo'q, bu yoqda hech narsa yo'q. In 2011, Japanese entrepreneur Yuzo Yagi, president of Yagi Tsusho Limited something, announced his intention to fund a major renovation of the pyramid of Sistis. He described it as an act of gratitude to Italy, a country that contributed to his company's success. 2011-yilda yaponiyalik tadbirkor Yuzo Yagi, ya'ni o'sha Yagi Tsuda mahsuloti cheklangan qanotli kompaniyaning prezidenti e'lon qilyaptiki, o'sha piramid Sistisini renovationiga, ya'ni men pul beraman deb aytgan. Va he described it, ya'ni mana shu o'shani remont qilishga pul berishini Italiyaga as an act of gratitude, ya'ni minnatdorchilik harakati sifatida ko'rgan. Chunki debdi, a country that chunki Italiya uni kompaniyasining successful bo'lishiga hissa qo'shgan. Shunaqa hissa qo'shgan. Xo'p. Bu yoqda hali javoblar chiqmadi. Bu yoqlarcha yo'q, hali javob chiqmagan ekan. Work began shortly after he signed an agreement with the Special Superintendency for Architectural Heritage of Rome. Thanks to his €2 million donation, the project was completed ahead of the schedule. Mana javob chiqqan ekan. Qarang, ishlayapti u o'sha Rim arxeologiya o'sha tashkilotini qanaqadir special supremacy bilan
kelishuvga imzolagani bilan ish boshlandi va thanks to degan sababli uni o'sha 2 million yevro o'sha yordam puli sababli loyiha ya'ni schedule, ya'ni nima deymiz, o'sha belgilangan sanadan oldin tugatildi. Demak, jadvaldan oldin ish tugatildi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa gap o'qigan edik. Mana oltida. The restoration of the pyramid of Cestius, which was funded by Yuzo Yagi, finished earlier than expected. Kutilgani bu o'sha schedule bo'lsa, taxminan o'sha oyni 10ida tugatamiz degan bo'lsa, ular o'sha kutilganidan ertaroq tugatishdi. Demak, bu true bo'ldi va 5 qolib ketdi orada. Demak, 6 javobi chiqqan bo'lsa, 5 oltini teparoqda bo'ladi, ya'ni 4 va orasida. Mana bu yoqda o'sha Yuzo Yagi haqida ma'lumot berilgan. Mana shu inson. Savolda Italiya va Misr arxitekturasini hurmat qilgan debdi. Bu yoqda esa biz tekstni faqatgina uni o'sha 2011-yilda Yagi Tsusho degan kompaniyaning boshliq prezidenti bo'lganligini bila olyapmiz va o'sha piramidani Cestiusni remont qilish uchun pul berganligini bilyapmiz va o'sha pul berishini bu Italiya uni kompaniyasiga rivojiga hissa qo'shganligi uchun Italiyaga, ya'ni hurmat sifatida beryapman deyapti, bo'ldi. Biz bu inson Italiya bilan Misr arxitekturasini hurmat qilganmi yo'qmi bilmaymiz. Balki rostdan Misrda ham Italiyaning arxitekturasi qiziqqandir. Balki umuman arxitekturaga qiziqishi yo'q. Shunchaki bu aytganimizda Italiya buni kompaniyasi successful bo'lgani yordam berganligi uchun shunchaki yordam beryapti, bo'ldi. Shuning uchun bunga biz uni aynan o'sha Italiya bilan Misr arxitekturasini yaxshi ko'radimi yo'qmi bila olmaganligimiz uchun unga not given belgilab ketamiz. As archaeologist Leonardo Guarnieri explained, officials now conduct tours of the newly renovated pyramid twice a month by reservation. Demak, arxeolog Leonardo Guarnieri aytayaptiki, o'sha officiallar, rasmiy odamlar deyapti, yangi remont qilingan piramidaga tashkillashtirilgan sayohatlar, conduct tour, ya'ni sayohatlar tashkillashtirishi mumkin oyida 2 marta, u ham by reservation, oldindan band qilish orqali. Visitors can walk through a narrow corridor to reach a burial chamber where they can admire frescoes, including frescoes degan savol bor edi bizda. Frescoes. Most of the original frescoes inside the Cestius tomb have survived to this day. Ya'ni o'sha Cestius qabri ichidagi ko'plab original freskolar hozirgacha saqlanib qolgan. Mana bu fresko degan so'zni o'qidik. Including 4 images of the winged Roman goddess Victoria. Demak, tashrif buyuruvchilar hozir o'sha qabrgacha kichkina tor koridor bo'ylab yurishadi va o'sha yerda ular deyapti, Rim xudosi, ya'ni Victoriani 4 ta rasmini ko'rishadi, as well as vases, va o'sha vazalarni ham ko'rishadi, ya'ni rituallar yoki purification uchun ishlatilgan. Purification degani tozalash yoki nima desa bo'ladi, din yonida poklash degani. Some frescoes have disappeared over time. Mana bu yerdan chiqib qaranglar. Ba'zi freskolar debdi yillar o'tgani bilan disappear, ya'ni yo'qolib ketgan, but historical records confirm their existence. Tekst savolda aytilgandiki, ko'plab, ya'ni Cestius qabridagi ko'plab freskolar hozirgacha yetib kelgan deyapti. Bu yerda esa freskolar disappeared, yo'qolib bo'lgan, ya'ni umuman yetib kelmagan. Faqatgina tarixiy manbalar o'sha yerda ularni mavjud ekanligi haqida ma'lumot bor. Ya'ni o'sha qog'oz yoki narsada yozilgan yoki tarixiy manbalarda aytilganki, shu yerda o'sha fresko nimadirlar bor deb aytilgan, lekin freskolar o'zi yo'qolib ketgan. Shunchaki ma'lumotlarda bor. Bizda qaysi qoldi? Oxirgisi qoldi. Only one issue remains after the restoration. Faqatgina o'sha remont qilgandan keyin bitta muammo qoldi. The white exterior of the pyramid of Cestius needs to be cleaned regularly due to urban pollution. Demak, o'sha piramidaning tashqi tomoni doimiy tozalanishga muhtoj, sababi doimiy urban pollution bilan shahar ifloslanishi sababli. A team of free climbers will handle the task to avoid placing scaffolding around the newly restored monument. To'g'ri javob. Demak, mana bu nima deyapti? Scaffolding deb o'ylasak biz xato qilamiz. Sababi bu yerda bitta muammo qoldi. Ya'ni muammo o'sha piramidaning doimiy urban pollution sababli uni tozalab turish kerak. Savolda, ya'ni nimadir belgilarni remove qilish kerak, tozalash kerak edi, ya'ni climberlar. Bu yerda aytildi, ya'ni o'sha bitta muammo piramidaning tashqi oq
tomon doimiy urban pollution sababli tozalab turish kerak va o'sha tozalashga a team of free climbers nima qilyapti? O'sha bepul ishlaydigan yoki bo'sh bo'lgan climberlar jamoasi shu vazifani bajaryapti. Handle tasgan vazifani bajaryapti. To avoid placing scaffolding around the newly restored monument. Ya'ni yangi remont qilingan monumentga scaffolding degani o'sha tog'ga yoki binolar ustiga chirmashib chiqish uchun ishlatiladigan asbob uskunalar, ya'ni o'sha teshib kirib shunaqa narsa qilish, o'shanaqa qilishdan qochib deyapti, ya'ni shunaqa qilmasdan, ya'ni shundan avoid qilyapti, shunaqa scaffolding nimadir narsadan foydalanmayapti-da-yu, o'shani foydalanmasdan turib shu vazifani, ya'ni o'sha the task bu pollution, o'sha pollution'ni handle qilyapti, ya'ni o'sha changni yoki ifloslanishni hal qilyapti. Demak, bu yoqda javob bo'ladi. Climbers are helping to remove signs of pollution, ya'ni o'sha changlarni yoki ifloslanishlarni belgilarini yoki o'shalarni tozalashga yordam berishyapti desak agar to'g'ri javob bo'ladi. Menimcha hammasini belgiladik. Xo'p, tekshirsak agar, demak 10 ta to'g'ri javob. Xo'p, mana bu yoqda o'zini javobida demak qayerda aytibdi? Kararada bergan ekan. Bu xato. Bu aytganimiz white bo'lmaydi. Bu yerda noto'g'ri javob yozilgan. Karara o'zi qoladi. Bu aniq. White emas. Xo'p, yana qayerda xato ko'rsatyapti? Mana buni belgilamaymiz-ku bu yoqda. Bu aytganimiz bu yoqda ko'pchiligi yetib kelgan dedik. Savolda ko'pchiligi yetib kelgan hozirgacha, bu yoqda esa ko'pchiligi yo'qolgan dedik. Mana buni belgilamay ketganmiz. O'sha uchun buni false ko'rsatyapti. Hozir bu yoqda shu bitta tushunmovchilik karara bo'ldi, lekin bu aytganimizdek white emas, karara bo'ladi. Bu aniq. Chunki agar biz white ni oladigan bo'lsak, bu juda umumiy bo'lib qoladi. Karara desak, aniq nomi. Ya'ni bu o'sha karara marble toshidan va sementdan yasalgan, ya'ni oq emas. Shu joyda menimcha javobda o'zida xatolik bor. Va aniq javob karara bo'ladi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Xo'p, fikrlaringizni kommentariyada yozib ketinglar, like bosinglar. Kimdirda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol o'sha komment qismiga yozinglar. Va undan tashqari, agar kimdirga mana shu passageni reading varianti kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni PDF varianti kerak bo'ladigan bo'lsa, shu kanalimizga o'tsangiz, Telegram kanalimizda hammasini joylab qo'yganmiz. PDF version ham va CD version ham bor.